Milliy jamoamiz uchun bu yil eng sermahsul yil bo'ldi. Menimcha tarixda 2025-yil katta zarhal harflar bilan yoziladi. Biz necha yillik orzuyimiz Jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. O'sha Hirosimadan keyin birinchi marta biz xalqaro turnirda g'oliblik maqomiga erishdik. Bu Kafa turniri va qo'shimchasiga kechagi turnir bo'ldi. Biz xohlaymizmi yo'qmi? Bu milliy jamoamizni muzeyida saqlanadigan kubik. Milliy jamoamiz Fabio Cannavaro boshchiligida bu turnirda haqli tarzda g'alaba qozondi. Chunki to'rttala jamoa ichida eng yaxshi ko'ringan baribir O'zbekiston terma jamoasi edi. Qolgan o'yinlar deyarli hammasi durang qayd etildi. Faqat O'zbekistonning o'sha Misrga qarshi o'yinida ikkita gol kiritilib, asosiy vaqtda g'olib ma'lum bo'ldi. Shuning o'ziyoq agar kecha Xudo ko'rsatmasin, Xudoga shukr, penaltilar seriyasida g'alaba qozondik, lekin hattoki penaltilar seriyasida mag'lub bo'lganimizda ham turnirning eng yaxshi jamoasi O'zbekiston bo'ldi degan bo'lardim. Xudoga shukr, biz haqli tarzda penaltilar seriyasida ham g'alaba qozonib, kubokni qo'lga kiritdik. Endi o'yin borasiga kelsak, Misr jamoasi bilan umuman ikkala o'yinda ham bu safar Fabio Cannavaroning imzosi juda bo'rtib bilinmadi. Har qanday o'yinda murabbiy imzosi bo'ladi. Endi bu ikkala o'yinda yaqqol demagan bo'lardim. Balkim shu Fabio Cannavaroning imzosi yaqqol ko'rinmaganligi ham aslida uning imzosidir. Ko'rsatma shunaqa bo'lgandir, biz bilmaymiz. Yigitlar juda Misrga qarshi o'yinda juda yuqori kayfiyatda o'yinga to'liq konsentratsiya qilgan holda tushdi-da. Biz o'sha yuqori pressinglarimiz, o'sha birinchi golni pressing oqibatida urishimiz, bular hammasi yigitlarning bu o'yinga o'ta jiddiy tayyorlanganligidan ma'lum, anaqa dalolat beradi. Va Oston O'runovning birinchi taymdagi fantastik o'yini, faqat ikkita gol emas, umuman uning harakatlari boshqa. Men o'zim Misrga qarshi o'yinda boshqa platformalarda ham aytdim, bironta futbolchimiz ajralib qolmadi-da. Hammasi yaxshi o'ynadi. Hammasi o'zining yaxshi taraflarini ko'rsatdi. Birinchi taym biz o'sha yuqori pressing hisobni ochib olganimizdan keyin Misrning hujumlarini nolga aylantirish harakat qilib o'ynadik. Hamma ishimiz o'xshadi. Qarshi hujumda gol ham urdik, boshqa qildik, yana boshqa vaziyatlar ham bo'ldi. Eldor Shomurodovda deyarli yakkama-yakka holat bo'ldi, faqat oxirgi nuqtada sal xatolikka yo'l qo'ydi. Ikkinchi taymda biz Misr darajasida terma jamoaga himoyada o'ynasak qanaqa bo'ladi degan ma'noda bir o'zimiz uchun katta tajriba orttirib oldik. Biz uni epladik deb o'ylayman, a'lo darajada. Chunki Misr unaqa nafaqat gol ura olmadi, bir yaqqol golli vaziyatlar ham yarata olmadi. Va Abduvohid Ne'matovning o'sha seyfi, Abduvohid aynan shu turnirda, chunki Abduvohidda kuzga kelib qanaqadir o'ziga bo'lgan ishonch, chiqarayotgan qarorlarda xatolar paydo bo'ldi. Bu o'sha Nasafning xalqaro maydondagi o'yinlarida, Superliganing ba'zi o'yinlarida Abduvohidda qanaqadir kamchiliklar ko'ringandi, lekin mana shu turnirda Abduvohid o'ziga bo'lgan ishonchini qaytarib oldi deb o'ylayman. Abduvohid faqat o'zining yaxshi tarafini ko'rsatdi. Bu turnir juda kerak edi biz uchun, milliy jamoamiz uchun, ayniqsa Fabio Cannavaro uchun va dunyoga biz bekorga jahon chempionatiga bormayotganligimizni isbotlashimiz ham uchun kerak edi. Raqiblar juda yaxshi edi. Bu Misr, Eron terma jamoasi va juda yaxshi turnir bo'ldi. Uning natijasidan juda xursandmiz. Menga eng yoqqan narsa mana 6-o'yin, adashmasam, Eron bizni mag'lub eta olmadi. Va 6ta o'yindan Eron bizni 6ta o'yinda mag'lub eta olmagan bo'lsa, ikkitasida biz g'alaba qozondik va bu ikkala o'yinda biz kubok sohibi bo'ldik. Mayli, u Kafadir, u Alayni xalqaro turniridir, lekin bir maqtana oladigan kubokda. O'zi Jamol aka, mana shu Eron ketma-ket 6ta o'yindan beri O'zbekiston milliy jamoasini yenga olmayapti. Bu O'zbekiston milliy jamoasining kuchayganidan darakmi yoki Eron kuchsizlandi deb o'ylaysiz? Endi
ozgina ikkala tarafdan ham bor. Avvalambor O'zbekiston kuchaydi deylik. O'zbekiston ilk marta jahon chempionatiga chiqdi. O'zbekistonning milliy jamoamiz futbolchilari top ligalarda to'p suryapti. To'g'ri, hozir Eldor Turkiya Super Ligasiga keldi, lekin Eldor bizda qaldirg'och o'sha top ligalarga borgan birinchi o'zbek futbolchisi. Nafaqat borgan, u yerda o'zini ko'rsata olgan ham-da. Masalan, A seriyada o'zini ko'rsata oldi Eldor. Hozir Abduqodir Husanov APLda o'ynayapti. Dunyoning eng nomdor jamoalaridan biri Manchester City futbolchisi. Shuning o'ziyoq ko'rsatyaptiki, bizda hozir futbol yuksalishda va tarkibimiz Osiyoda yetakchi tarkiblardan biri. Boshqa futbolchilarimiz, hozir nomini sanamaganlarim ham yaxshi ligalarda o'ynashyapti va raqobatbardosh futbolda yigitlarimiz o'zini ko'rsatyapti. Ya'ni tarkiban biz hozir o'zi Osiyoning top jamoalaridan birimiz. Va yigitlarning o'ziga bo'lgan ishonchi ortdi. Masalan, avval nomdor o'sha Eron bo'ladimi, Yaponiya bo'ladimi, hattoki Saudiya, boshqa jamoalar bilan ham bizda qanaqadir hayiqish, juda qo'rqish demayman, baribir hayiqish, qanaqadir xavotirlanish bor edi. Hozir yigitlarning ko'ziga qarasangiz, o'sha o'yin boshlanishidan oldin ham, o'yindagi vaziyatlarda ham juda o'ziga ishonganda. Bunaqa futbolchilar bilan murabbiy jamoa qurishda ancha yengil bo'ladi-da. Va qilmoqchi bo'lgan ishlarini ham amalga oshirishi oson bo'ladi. Avvalambor O'zbekiston milliy jamoasi kuchaydi. Ikkinchi tarafdan Eronda yaqqol yulduzlar hozir yo'q. Masalan, Torimi deganimiz bilan u top ligada bo'lsa ham har doim o'yin amaliyotiga ega emas. Eng katta yulduzi shu Azmunda pasayish bo'ldi, mana hozir chaqirilmadi ham adashmasam. Ularda ozgina pasayish bor, lekin jamoa sifatida o'ta xavfli, hozirgacha o'ta xavfli. Bizning g'alabamiz Eronni kuchsiz qilib qo'ymaydi. Eron hozir ham, avval ham, hozir ham yaqin bir necha yillarda ham baribir Osiyoning eng kuchli top jamoalaridan biri bo'lib turadi deb o'ylayapman. O'shaning uchun Erondagi ozgina pasayish bu bizning yuksalayotganimizga soya solmaydi deb o'ylayman.